Haqiqiy o'zbekona hovli shunaqa bo'ladi. Katta va shinam, ayvonlari, suvlari sepilgan, salqin. Hovli faqat o'zbek uylarida bo'ladi. Nima dedinglar? Bugun sizlarga 309 sotix 5 ta xonali uyimizni Shayxontohur tumanida ko'rsatib beramiz. Remontlariga bitta baho bering. Haqiqiy o'zbekona xonadon shunaqa bo'lsa kerak o'rtoqlar. Yana zo'r tomoni uyingizga 5 mahal azon ovozi eshitilib turadi. Bu tomonda bo'lsa umumiy katta yuvinish xonalari, uzun prixoshkamiz hamda keyingi xonasi bo'lsa kattagina chiroyli mehmonxona va oxirgi xonasi kattalar uchun yana bitta yotoqxona bo'ladi. Uyimizning podvoli, o'zini ikkita garajlari ham bor. Yozgi kuni navesi ostida oilaviy suvi yoqib qo'yib mazza qilib dam olib o'tirishga nima yetsin. Hovlisida ayvoni hamda oshxonalari joylashgan. O'zini yozgi oshxonasi hamda tandirlari ham bor. Xonadonimiz Shayxontohur tumani Shumanay ko'chasi, katta yo'lgacha 50 metr masofada joylashgan. Narxini $280 ming so'rashyapti, yana kelishiladi.